Dünyanın her qaysi şeyler görünmələr, hazır qaxtanlar xeyirlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugünkü temam bolsa dünyaya ta'sir ko'rsatgan 1001 inson degan projemdagi ikkinchi video bo'ldi. Mening qahramonim. Jonas Salk 1914-yili New York shahrida tug'ilgan. Amerika tajribahona tibbiy alimi va virusshunos. Oilasi esa Germaniyadan kelgan Yahudi ko'chmani. Gerçi ona atası maktabida ko'rib baxmal bo'lsa-mu, o'g'lini muvaffaqiyat qozonish uchun bel bog'lagan. Salk nəhayət yaxshi natijalar bilan New York Universiteti tibbiy bo'limini bitirdi. Keyin doktor bo'lish o'rniga tajriba xarakterli tibbiy olim bo'lishni tanlaydi. 20-asrning eng muhim tadqiqot natijasi bo'lgan balalar paraliz vaksinasini tadqiq chiqdi. Amerika Vaqt jurnalida 20-asrning ta'siri eng kuchli 100 kishining biri deb atalgan. Men bu odamni nimish qahramonim deganimda 2 nuqta bor. Birincisi, agar bu odam balalar paraliz vaksinasini ijod qilmagan bo'lsa, hozirgacha 200 million yaqin balaning bu kasaldan o'lib ketadiganligi statistika qilingan. Eng muhim qism bo'lsa, bu vaksinani ijod qilgandan keyin patentini olmagan. Bir qitimliq ziyoratida nimishqa patentini olmaganligi so'ralgan vaqtda, siz quyoshdan patentini ola olamsiz deb javob bergan. Agar patentini bu vaksinani o'zi ishlab chiqarib sotgan bo'lsa, millioner bo'lib ketadi. Lekin bu odam pulga qat'iy qiziqmagan. Siz quyoshdan patentini ola olamsiz degan bir jumla so'zi insoniyatning va insonlikning eng yuqori pallasi. Yaratilishning qonuniy to'g'risida ozroq bir she'rim bor, buni sizlarga o'qib beray. Yaratilishning qonuniyatini o'qi. Rabbin adına hareketlen ve yaratquchining qonuniyatini o'qi. Koinotning qonuniyatlarini o'qi. Yerdagi, osmondagi qonuniyatlarni o'qi. Hujayralardagi qonuniyatlarni tibbiy yo'llardan o'qi. Cemiyetdeki qonuniyatlarni cemiyatshunoslik orqali o'qi. Hayvon va o'simliklardagi qonuniyatlarni tabiat va biologiya orqali o'qi. Olam boshqidagi qonuniyatlarni astronomiya orqali o'qi. Yerdagi qonuniyatlarni geologiya orqali o'qi. Butun bilimlardagi qonuniyatlarni o'qi. Yaratquchi bir jamiyatdagi shaxslar o'zini o'zgartmaycha o cemiyetning kelgusini va yo'lini o'zgartmaydi. Beshingizga bir yomon kun kelganda yoki o'zingiz bilib bilmay bir xato yo'lga kirib qolgan vaqtingizda taqdir pishona qismatimda o'xshaydi deb og'rinmang. Har insonning taqdirini o'z tirishchanligiga bog'liq qildik. Isro surasi 13-oyat.